Bolajonlarning yana bir sevimli taomi pitsa qilamiz. Retsept juda ham oson. Ishimizni xamir qilishdan boshlaymiz. 300 mg sutga 1 osh qoshiqda dro'ji, yarim osh qoshiqda tuz va shakar, 1 osh qoshiqda zaytun moyi solib, zaytun moyi bo'lmasa, oddiy semichka moyi ham bo'laveradi. 300-350 gram un solib, yumshoqqina xamir qilamiz. Pitsa xamirini bitta siri uni yaxshilab mushlashimizda 10 minutcha mushlaymiz. Keyin salofanga solib, xolodilnikda oshirib olamiz. Xamirimiz oshib chiqqancha pitsani sosini tayyorlaymiz. 4 ta pomidorimizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. 1 choy qoshiqda zaytun moyi, tuz, murch, kashnichni maydalangan yoki oregano solamiz. Yaxshi eriydigan mozzarella sirini qirg'ichdan chiqarib olamiz. Kopchoni kolbasalarni o'rtacha qalinlikda kesib olamiz. Ungacha xamirimiz ham oshib chiqdi. Teng 2 ga bo'lib, ikkita zola yasab olamiz. Xamirimizni umuman juva ishlatmasdan qo'lda yoyib olamiz. Qo'yib olganimizdan keyin xamirimizni 5 minutga duxovkaga qo'yib olamiz. Endi pitsalarni yig'amiz. Avval sousdan keyin mozzarella sirimiz, undan keyin esa kolbasalarni solib, yana 10 minutga duxovkaga jo'natamiz. Qanaqa pitsa pishirayotganimni nomini kommentariyada yozib keting. Yarim tayyor pizzamizni olib, ustidan yana sir qilib, yana 10 minutga duxovkaga jo'natamiz. Mana pizzamiz tayyor bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib keting, xursand bo'laman.